Mamlakatimizda 15-mart kunidan 15-aprel kuniga qadar favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligi davom etadi. Bu borada Qashqadaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarni oldini olish borasida amaliy ishlar boshlab yuborilgan. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari tomonidan joylarda o'tkazib kelinayotgan profilaktik targ'ibot tadbirlari aholi xavfsizligini ta'minlash yo'lida muhim ahamiyat kasb etadi. Ayni shu maqsadda hukumat komissiyasining 2025-yil 27-fevraldagi bayoniga asosan joriy yilning 15-mart kunidan 15-aprel kuniga qadar mamlakatimizda favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligi o'tkazilishi belgilangan. Xususan, viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va uning Qarshi shahar bo'limi xodimlari tomonidan odamlar gavjum joylarda targ'ibot tadbirlari olib borilib, fuqarolarga mazkur oylikning asosiy maqsadlari va bu borada fuqarolarning majburiyatlari tushuntirildi. Mutaxassislar tomonidan shahar markazidagi yirik savdo majmualari, ko'p sonli mehnat jamoasiga ega bo'lgan davlat tashkilotlarida ishchi xizmatchilari va fuqarolarga bahorgi yog'ingarchilik mavsumida sel suv toshqinlari xavfini kamaytirish bo'yicha profilaktik tadbirlarni kuchaytirish va oylik doirasida favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi yo'nalishida muhim tavsiyalar berildi. Shuningdek, targ'ibot ishlari doirasida jamoat transportida ham fuqarolarga yo'l-yo'lakay tushuntirish ishlari olib borildi. Shahar markaziy ko'chalariga o'rnatilgan keng hajmli elektron tablolarga ham fuqarolarni oylik davomida faol ishtirok etishga chaqirilmoqda. Tadbir jarayonida odamlar ko'p yig'iladigan joylarda ularni hushyorlikka chorlovchi eslatma va bukletlar tarqatildi.